опыт, все знают, что ты молодой. Скажи пару слов своим болельщикам. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana bugun bizlar shuncha muhim kuzatib kelib, tomosha qilib turibdi. Hammalarga rahmat. O'zbekiston qo'llab turganlaringga shunchalik. Bizlarni ichki ishlar, MMA federatsiya akalarga ham rahmat. Aziz akalarga jonlar olsin. Nasib bo'lsa hali to'g'risi o'sha turlarga qilolmadim. Chunki yaqinda vizit tashlaganimda chunki Tailandda shug'ullanib necha odamga forma qilib beruvdi, lekin men 15 kunni nechta qilganda jangini qabul qildim, qochmadim chunki menda smena bor. Nasib bo'lsa inshaalloh yanagi jangda shug'ullanib o'zimga forma qilib chiroyli qaytaman. Meni qo'llab-quvvatlayotgan ota-onam jonlarim bo'lsa meni har doim bittaman, yutqazib qatishga qiladi. Sizlarim ayni o'zim hamma o'zimiz bir-birlarimizni yutqazish, yutish Allohdan. Qatishga qilaylik, qo'llab-quvvatlaringizga rahmat. Mana bu Ilatxonaga rahmat, men sponsorim qatishga qilib har doim yomon yaxshiliklar deb qatishga turibdi. Mana bu yutqazish narsa emas. Mana bu yutqazish narsa emas. İnşallah onların yine yanak istesler tutan. Partilerine rahmet. И проходим к следующему бою.